2025-yilning 15-may kuni qabul qilingan 2025-2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmonida Turizm qo'mitasi tomonidan belgilangan yetakchi xorijiy davlatlarda mahalliy tadbirkorlar tomonidan har yili 50 ta o'zbek milliy taomlariga ixtisoslashtirilgan umumiy ovqatlanish korxonalari va restoranlar tashkil etilganda ularning ma'lum xarajatlari subsidiyalanishi belgilangan edi. Ya'ni faoliyatini yo'lga qo'yish uchun ro'yxatdan o'tish yoki ruxsatnoma olish, ijara, dizayn, zarur uskuna va anjomlar sotib olish bilan bog'liq xarajatlarning 50%. Biroq $25,000 dan oshmagan miqdorda bir martalik subsidiya ajratilishi ko'zda tutilgan edi. Taomlar tayyorlash uchun bir yilda 300 kilogramm mahsulotni O'zbekistondan yetkazib berish bo'yicha transport xarajatlarining 50%. Biroq bitta tadbirkorlik subyekti uchun 100 million so'mgacha miqdorda subsidiyalanadi. Bunda ushbu maqsadlar uchun har yili 30 milliard so'm ajratilishi belgilangan edi. Oradan bir yil o'tdi, ammo xorijda shu sohada faoliyat yuritayotgan ayrim tadbirkorlar bilan suhbatlashganimizda subsidiya olishda muammolar borligi, holat tushunarsiz ekani haqida ma'lum qilishdi. Subsidiya haqidagi yangilikni eshitganimda xursand bo'ldim. Anchadan beri Polshada milliy taomlar restoranini ochish haqida o'ylab yurgandim. Hozirda Gdanskda bunga ehtiyoj bor. O'zbek milliy taomlari mazali, bemalol bu yerlarda shuhrat qozona oladi. Subsidiya masalasida murojaat qilganimda aniq javob ola olmadim. Vaziyat tushunarsiz, javoblar mujmal, deydi Polshada tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik Mirshod Toshev. Biz 2025-yilning shaxsan may oylarida o'sha prezident farmonining 87-raqamli o'sha ya'ni O'zbekistondan tashqarida o'sha o'zbek restoranlari, mehmonxonalarini ochishni rag'batlantirish va o'shani 50%ni qoplab berish to'g'risida subsidiya to'g'risida eshitgandik va 25-yilning may oyida elchixonaga ham murojaat qilganman shu masalada va elchixonadan bizda hali bu farmon tasdiqlanmaganligi to'g'risida xabar berishgan. Undan keyin o'zimiz advokat olib O'zbekistondan, ya'ni turizm qo'mitasiga maktub jo'natganmiz va turizm qo'mitasidan xuddi shunaqa, ya'ni bu farmon hali tasdiqlanmaganligi to'g'risida bizga javob qaytarishgandi. Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Aqulov ishtirokidagi mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumanida shu masalaga ham to'xtalib o'tildi. Qo'mita mas'ullarining izoh berishicha, turli mamlakatlardagi turlicha talablar va tartiblar subsidiyalash jarayonining to'xtab turishiga sabab bo'lmoqda. Shu tufayli hozirda mutaxassislar bu jarayonni qayta chuqur o'rganmoqda va yaqin kunlarda yakuniy tartib-qoidalar belgilanadi. Ya'ni yerni ayrimlari sotish yoki ayrimlarni ijaraga berish shunaqa mexanizmlar bor ekan. Buni chuqur o'rganib, mutaxassislar bilan gaplashgan. Hattoki xorijda shu hozirgi paytda ham o'zimiz vatandoshlarimiz xorijda ochgan restoranlar va shu ovqatlanishlar korxonalari bor. Ular bilan maslahatlashgan holatda ayrim momentlari bor ekan, biz ko'zda tutilmagan. Buni berish tartibini ishlab chiqish nuqtai nazardan shunga to'xtalish keldiki, ertaga bundan son oshib ketmasligi va aniq tartib mexanizmi asosida haqiqatda o'zimiz vatandoshlarni ochishni rag'batlantirishni o'ylagan edik. Shu nuqtai nazardan hozir hukumat hujjati qayta ishlanmoqda. Bu bir oy emas, 12 hafta ichida qayta ketamiz hukumat. Hozir o'sha narsani ko'rib chiqib, tartibida ayrim mexanizm bor, shu narsani qo'llagan holatda hukumatga qayta ishlash uchun turibmiz. Matbuot anjumanida qayd etilishicha, joriy yilning o'tgan 4 oy davomida mamlakatimizga 4 million nafar xorijiy turist tashrif buyurgan bo'lib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 30% ga o'sishni tashkil etgan. Turizm xizmatlari eksport hajmi esa $1.6 milliard ga yetgan. 2030-yilgacha turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 7% ga yetkazish, xorijiy turistlar sonini 20 million nafarga olib chiqish hamda turizm xizmatlari eksportini $6 milliard dan oshirish maqsad qilingan.